Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bitta zo'r variantimiz chiqib qoldi. Biz hozir Yakkasaroydamiz. Solaris turar joy majmuasida joylashgan dublyks xonadonimiz sotilayotgan ekan. Xonadonimizning umumiy maydoniga keladigan bo'lsa 91 kvadrat tashkil qiluvchi duxyarusli kvartiralar deyiladi. Bular o'z aslida birinchi etajga kirib kelganimizda to'g'rida sanuzel, keyingi xonamizda esa oshxona va o'rtasida hol joylashgan. İkinci qavatga chiqqanimizda esa xonalarga bo'lingan chiroyli manzaradan boxabar bo'lib yashashingiz mumkin. Bu xonadonni narx-navosiga keladigan bo'lsa, sirazi o'zi aytib o'taman. 91 kvadrat metr tashkil qiluvchi, yana qo'shimchasiga buni ipoteka xizmatlaridan ham foydalansangiz bo'lar ekan. Sababi 2022-yil 1-aprel kuni bu oldi sotdi bo'lgan ekan, 3 yildan o'tgan. Shu 3 yildan o'tganning hisobiga bulardan nalog chiqmaydi. Shu sababdan ipotekadan ham foydalanishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsa, $85,000 so'ralyapti, yana joyida kelishtiriladi. O'zingiz aytingchi, Yakkasaroyda, Solaris kompleksida ne kvadrati necha puldan? Bu hozir $1000 dan past tushyapti. E'tibor uchun rahmat. Uy qidirib yurgan tanishlarga jo'natib, kanalimizga like bosib, podpiska qilishni unutmang.